Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalar sizlarga bugünkü islah 2023 yıl 1 ayının 3. günü haftaga çarşamba vatandaş. Sizlarga bugun vaziyatdan gap aytadigan bo'lsak mundaq. Hozir to'g'ri so'zlasak, ish mundaq bo'ladi vatandaş. Masalan, Li Shangfu qaçtımı deydi. Li Shangfu Jungo'nun devlet müdafaa ministeriydi ya vatandaş. Qaçtımı deydi. Nega qaçtı bunu bilgili olmaydı. Bu mavzu Canan'ın nazari torbitinin mavzusu. Ondan Bayvetçiler Partiyası, yani Hun Erday, Hun Sanday deydiğen Xitayning əlaqə əməldarlarının, tarixdəki əməldarlarının ballarının bir qrupsi Reis Xi Jinping'e qarşı isyan kötərdi mi deydi. Onda Rusiyada bu ayla, mumayla məsələn koçuğa çıxıb degidək oruç meydanında qaza qılğan ballar üçün hazır dərğəzəb gəldi dedi. Prezident Vladimir hökumətiga qoşuğudğum saqlab hazır dərğəzəb gəldi dedi. Anda yana bir torbeti məsələn Jungo'nun əmli əhvali degəndə nemi deydi o desiniz, Beijing'de açarçılıq 3 yıllık bir qaçı tamaq üçün talaş tartış. Sen nerede o, men bir to talaş tartış. Açarçılıq Beijing'de başındaq başlandı deydi. Ancak Gumancu'da cemaat paravallığa pul məsələn eləqi. Ben hepsidemde Qaraganda berdiğen kütü şəxə xaraciti toq tutuldu deydi. Şun Guangzhou şəhəri de hazır davalğoş bu peyda oldu deydi. Ondan keyin andan Şanghay'dan ötkeni çıxıb ketken adamlardan başqa müş yakın arlıqken 3 milyon adam çıxıb ketdi deydi. Vatandaş eş mana muşu dərcədə andan yana deydiğen işlerimiz nime deseniz hem de ekranda Jungo'da işçi hizmetçilerini qısqartıp 187 eğez ya görüşlük banka taqaldı deydi vatandaş. Muşu bankada işləvatqan işçi hizmetçiler bulup 220 min kişiye işten boşdildi deydi. İş ornadan ayrıldı deydi. Jungo'da qarzga boğulup qalğan adamların sani hazır. Yukarıdan tüven gücü, acizden güçlü gücü, puldardan pulsuzca Jungo'da qarzga boğulup qalğan adamların sani 1 milyarddan aşıdı deydi. Bu Jungo kamine torbiti yani adetki fırala torbiti 7 saat ilgili. 1. ayının 3. günde vatandaş anda yana bir vaziyette mesela adetten taşqarı xabar deydi o. Bu xabar ne? Başta Cihan'ın bir qatım dedi hazır. Sabık devlet müdafaa ministeri Li Shangfu qaçtı mı? Dep sual koydu. Endi bir yerde su şavxı deydiğen birisi var. Mesela sözlep kilovatı ben koy. Onun deydi adetten taşqarı xabar deydi. Jungo'nun devlet müdafaa ministeri Li Shangfu bundan 4 ay burun qaçıp Amerika'ya geldi deydi. Bu rasmıda vatandaş. Şimdi adli olan mesela devlet müdafaa ministeri Jungo'da qaçıp gidiği işler tolu oldu. Mesela tarihte tolu olmuşum ya tipik bolğan birisi 1973 yılı mı 72 yılı devlet müdafaa ministeri Lim Biao'nun qaçıp gitişi Taşqa Mongoliyada Venderxanda aeroplan düştü dedi. Xilmi-xil qiyasla hazır. Jo illa raketa qoyup badi etip düşedi. Mavuzdan evvel qaçışdan avval qaçtı degen bile emniyet qaçmadı. Jo illa nima Limbiyao'nu Mavuzdan özü bir taraf qilib etken idi degen gaplarda muqim bir fikir yo'q. Lekin o adamning şu tarixdagi devlet müdafaa ministeri Li Shangfu'nun aşı yolundan gayip boğallığı bu bir hakikaten. Çünkü Kompartiyasıga Mavuzdan şu vaxtı naiti eğer zərbelib gəlgi hatta Mavuzdan yürek kişilik girip de o anca çaqlaydı vatandaş.
Moşundaq deydi, bu gepning rast yalğanlıqı siz biz kapolat qilolmaymiz. Hamda bu Hanzo torda nima demokrat tordoshlari shular o'zi aytgan ekan. Bunada endi nima degili bo'ldi? Hozir bu bir odamning xabar desangiz, boshda jonlining xabari bo'lib o'tirib chiqdi vatandosh. Endi hozir Jungo da raketa qismlari, havo bo'shlig'i, josuslik shari qismlarining material va hujjatlarini Li Shangpo birga olib ketdi deydi. Shuning bilan Xi Jinping raketa qismlarini tozalashga boshladi dedi. Jungo Kompartiya harbiy qismlarining iqtidori urush qila oladigan iqtidori tugidi deydi Su Shaoxi. Bir davlat mudofaa ministri agar mushundaqla bo'lgan bo'lsa, uning urush qilish iqtidori, armiyadagi inovat o'rni, armiyaning o'zining inovat o'rni allaqachon tugidi-da, u bitchet bo'ldi. Bundaq armiya urush qatnasha olamdi vatandosh. Hozir bu ikki torbitining biri jonlidan nazorat ketdi. Bugun 1-oyning 3-kuni, ikkinchisi Su Shaoxining 1-oyning 3-kuni YouTube 1 soat ilgari soat 7'da. Attigan soat 7'da kelgan xabar vatandosh. Masalan, islohchilarni bir taraf qilib o'tish. Hozir Jungo islohchilarni bir taraf qilib o'tish degan yaqinda sizlarga sezildi. Ayni chog'da tarixda madaniyat inqilobidan keyinki, ya'ni Tiananmen voqeasi yuz bergan chog'da Shanxayda nashr qilinadigan iqtisod gazeti, ya'ni iqtisod yetakchi gazeti Jingji Daobao Xitoycha shundaq gazeti bir parcha maqola e'lon qilib, o'quvchilar ko'chaga chiqqan dedik, shunaq tunishtirdik. Hozir shu Li ayol kishi Maliya gazetining tahriri, bu kishi ilgari keyin bo'lib ikki parcha maqola e'lon qildi. Bu jurnalda Maliya gazetining qo'l ostida boshqaruvchi, ya'ni Maliya gazetining qo'l ostida Maliya haftalik jurnali, undan Jungo islohoti qatorliq ikki jurnal nashr qilindi ekanda. Shu Maliya gazeti endi yuqori o'rinda turdi ekan, shu Maliya gazetida e'lon qilingan maqolaning mavzusi, masalan, Xushuli e'lon qilgan maqola. Birinchisi nima desangiz, amaliyotni, haqiqatni amaliyotdan izlash ideviy yo'lida mang'ayli. Buning ma'nosi nima vatandoshim? 1978-yil 12-oyda 11-navbatlik 3-umum yig'inda, ochilishning oldi keyinda haqiqatni o'lchaydigan o'lcham amaliyotdir yoki amaliyotni izlaymiz degan mushlar sarlavida bir parcha maqola e'lon qilinib, butun Jungo mamlakatida munozara, talash tortish, elishish qo'yib etilgan. Shu vaqtda haqiqatan demokratik bir turmush qo'yib etilgan. Sabab nima? Yaqinlab kelyotgan bu 78-yillik ish qo. 79-yili 1-oy diplomatik munosabat bor Amerika bilan. Shu vaqtda Amerikaga demokratik turmush qandoq bo'ladi, shuni ko'rsatmoqchi Xitoy. Shu 1978-yili 12-oyda 3-umum yig'inda o'ttirib qo'yilgan mavzu haqiqatni amaliyotdan izlash. Bu izlash ro'yida bir sotsializmni inkor qilish darajasiga berib yetdi vatandosh. Bu izlash ro'yi ikkinchisi mavzudoni inkor qilish darajasiga berib yetdi vatandosh. Mavzu 76-yil tugadi, 78-yil 2 yildan keyin bo'layotgan ish bu. Mavzudoni qisman inkor qilish darajasiga ko'tarildi. Ismini saqlab qoldi. Uning bosh yo'l siyosat belgilaguvchi qaror bir nimalar hammasi amaliyot butunlay inkor qilindi. Buni ko'z yumsaq bo'lmaydi, lekin davomlashtirmadi Jungo Kompartiyasi deyli. Shu vaqtda shunda e'lon qilgan edi. Endi bugun Maliya gazetida bu xonim yana haqiqatni amaliyotdan izlash iddiviy yo'lida mang'ayli degan gap shu vaqtga yo'l bilan mang'ayli. 1978-yildagi yo'l bilan mang'ayli. 78-yil 3-umumyig'inning qarori bo'yicha mang'ayli. Kechiringlar, gachilishib ketdi. Nimadan sabab nima desangiz, bu shu vaqt 1978-yil bu harakatga Deng Xiaoping rahbarlik qildi. Endilikda Xushuli mushu maqolani e'lon qildi degan gap Rais Xi Jinping demoqchiki, janoblari sizlar Deng Xiaopingning islohot yo'lini inkor qilib o'tdilar.
Hazır islahat ya şu vaqt tiklengen ruh, islahat siyasi uzul kesil tügüdü düngüdü, ameliyatı tügüdü o. Mesela Reis Xi Jinping Deng Xiaoping'nin tüzüp bergen programması islahat prensiplerinin hemmisini işini eçibitiş ve islahat elip veriş prensiplerinin hemmisini tügetti o. En akalli talep şu vakit Deng Xiaoping eçibetti G'arb dünyasının şirket savdo ticaretçileri Cungu'yu teklif kılış 40 yıldan beri bolgan işlerinin biri desiniz. Vatandaş bugün onu Reis Xi Jinping takip etti. Endi maliye gizli oturga çıkıp hakikatni ameliyetin izleştin ibaret iddivi yolda banaylı. Bunun manisi islahat meselesi de Deng Xiaoping'nin yolu kaytaylı. Bu hem de bir vasıta Reis Xi Jinping'e kılınan gap bu vatandaş. Yani Cungo hükümeti növbette Xi Jinping kabul kılalamdı. Ya. Şunlaşka hazır Maliye Gazeti'nin baş tahriri Hoşuli Trigavga yakın nazarband kelinga yok. Bırak hazır bu ayal kişini bu tahririni çakırıp gelip sözleşiyor şu yok. Ve ya ki onun muşu makallarını tarqalgan tor betleri boyunca qayta neşir kılıngan neşriyat apkarları boyunca hemmisi takip etken gap vatandaş. Anandaki bu makale kaça ilan kıldıysanız bolsunu ötken yılı 2023 yılı 12. ayının 25. günü. Yani birisi yani bir parça makale mesela 2023 yılı 11. ayının 6. günü yani şu maliye haftalık jurnalda islahat ciddi böseşki muhtaç serlevlik makale ilan kılın. Yani bu makaleler oynama yanaşınla okşar. Mesela sen islahatın boğdun toxtup koydun, lekin islahat ciddi böseşki muhtaç. Bu Maliye Gazeti ilan kılgan iki parça makale. Nayta qaydilik. Qaydilik demesi bu Hoşuli degen ayalga meşkadan sebep gelmeydi. Qaydi deme. Sen Deng Xiaoping'nin yolu demandır. Bu hata emas. Cungo üçün etkandı, islahat roy üçün etkandı bu hata emas. Lekin ben Deng Xiaoping'ni inkar kıldım. Ben özümün siyasini, iqtisad siyasini yolga koyuman. Davatkan Reis Xi Jinping üçün etkanda bu tehdit. Cemaat fikirden kelevatkan tehdit vatandaş. Şuna hazır bu Hoşuli hanım ne? Nazarband kıldı degen gap mi yok ya ki başkası gap mi yok çakırıp durup sözleşip. Şu dercige yetken bolsa endi bu xatarlik. Bu Hoşuli hanım xatarlikli emas. Bu kişinin kaynideki uzundan bir eğitilip kelevatkan İntizam Tekşiriş Komitetinin sabık başlığı Wang Qishan keyin qısqacha devlet reisi bolgan Wang Qishan dalmış kişinin Hoşuli moşu ayal tahririnin kaynida turgan. Endi tehdit Wang Qishan'ga yetib kelandi. Masalan, Li Shangfu tugudi deyli, Qingang tugudi deyli. Yana birisi bugun Li Muyang Büyük Tanlıklar Televizyası dedi ki yani 7 nefer general. Bunun için hemmisi general emas, birisi general mayor, birisi general leytenant deydigan minda harbiy unvonlar bor. Muşa harbiy unvonlar bo'yicha yani 7 nefer. Tunigillardan biz sizlarga 9 nefer deganmi? 9 nefer edi. Bugun yani 7 nefer generalning amaliyati elib tashlandi deydi. Uningdan aytganda Li Shangfu qochib ketdi. Yani Amerika qochib ketdi degan so'z shu shoxi Keçip gitti mi deb savol qo'ygan kiz Canlı'nın nazari bu kishilarning xabarida Davlat Mudofaa Ministri Li Shangfu chet elga qochib chiqqan bo'lsa vatandosh armiya deganda Jungoda armiya deganda roli nim bo'ldimda uning birli roli bor. O faqatlik armiya kelgan harbiy formasi armiya oltag'an mashinasi armiya haydaydigan tankisi armiya. Yani bundaq vaqtda bu armiya chet elga qarata masalan urush tahdidi, masalan Tayvanga qarata urush tahdidi. Bundaq ishlarni qo'lidan kelmaydigan bir holga tushib qolganda Reis Xi Jinpingning Tayvanni birlikka keltirish tarixiy muqarrarlik. Masalan, Yangi yil beg'ishlamasa shunda aytibdi-ku. Tarixiy muqarrarlik degan so'zlarning o'zi
Yani bir taraf taşınıp kalgan buludu bu. Reis Xi Jinping'e yetip gelgen bir zerbe bulup hesaplandı vatandaş. Yana bir haberde mesela nemi deydi desiniz bu haber? 2024 yıl Tayvan buğusu ve Cenubi Jungu denizi tokunuş 101 ihtimali var. Muşunda ahval aslında Amerika Koşmuş Ştatları Muşur ayında Muşu vakayla gelsen tokunuş, Jungu'lan tokunuş kimnin oturusu 101'de hazır eğitim vatkını Amerika oturusu 101'de depti. Onda koygan sual mavzun toluk bir depreçiyor bu parçalanıp gitti geçenler. 2024 yıl Tayvan buğusu ve Cenubi Jungu denizi tokunuş 101 xatiri var. Amerika endi Tönç Okyan rayoniga tarihi karakterlik harbiy kuch o'rinlashtirish bilan Junguning xirislariga taqobil tura olamdi. Mavzuli xabar 1-ayning 3-kuni Amerika ovozini Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Bu qaldis gap. Bu doklad uzun doklad ekan, qachon kendisiniz 11-ayning nechinchi kuni 12-kunchi kuni atrofidami 11-ayning 12-kunchi kuni atrofida e'lon qilingan maqola ekan. Bu maqola aslida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligidan doklad ekan vatandosh. Hozir hisobda bu maqolani butun ro'yi qarasangiz pek uzun ekan. Butun ro'yi qarasangiz Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda endi Tinch okean rayoniga harbiy kuch o'rinlashtirib bo'ldi. Masalan, o'rinlashtiradigan nuqtalar Avstraliya, Yaponiya, ondan Yeni Gvineya degan davlat bilan Amerika ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlik kelishimi imzolandi. Ondan keyin ondan Amerika Filippin Amerika taqdim qilgan 4 harbiy bazaga harbiy kuch o'rinlashtirib bo'ldi. Gapchi bu ishlar tayyorlanib bo'ldi degandeklar bir gap qo'yvatandoshim. Yeni Gvineya bilan mudofaa hamkorlik kelishimi imzolandi. Koreya yerim oralida yana strategik manba xarakterlik o'rinlashtirishni tamomladi. Bu yerda şey qolmadi-ku, Amerika endi Tinch okean ittifoqdoshlari bilan birlikda mislsiz darajada harbiy hamkorlik o'rnatdi. Oxir xulosa Amerika endi Tinch okean atrofidagi davlatlar va ittifoqdoshlar sheriklar bilan mislsiz darajada harbiy hamkorlik o'rnatdi. Tamam. Türkçe tamam deydi. Buna da nima degan gap desiniz, hozir kuch o'rinlashtirib bo'ldi. Ana avvalida prezident Joe Biden hukumati bu rayonda masalan Avstraliya, Yaponiya, Hindiston qatorliq davlatlar bilan strategik hamkorlik, ya'ni harbiy hamkorlik, AQUAS deydigan hamkorlik. Anda Yaponiya bilan bo'lsa harbiy mudofaa hamkorligi, bularning hammasini siyosiy jihat tamomlab bo'lgan edi vatandosh. Endilikti harbiy jihatni tamomlash. Harbiy jihatni tamomlashni ishga oshirib bo'ldi. Vaziyat mana shu. Junguning armiyasining harbiy kuchining nima ekanligini ko'rdingiz. Junguning turmush ahvoli, masalan iqtisodga bog'liq turmush ahvolining nima ekanligini ko'rdingiz. Tuvandanda 1-ayning 13-kuni Tayvanda saylam bu to'g'rida nima gap bo'ldi vatandoshlar bilan muhokama qilishmiz.